Hello everyone, yaxshimisilar ko'pchilik. Kinoda ingliz tilini o'rganaylik yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 15-sinf darsimiz. Bu qismli darsimizda biz The Equalizer degan kinoda ingliz tilimiz. The Equalizer degan equal degan teng barobar degan gap. Masalan, we are equal deydi, biz barobar teng, we are equal deb. Endi equalizer bo'lsa, tengponglashtiruvchi bir narsani qanday barobarlashtiruvchi bo'ldi. Masalan, ma'rif eng yaxshi barobarlashtiruvchi degan deymiz. The education is the best equalizer deymiz. Xo'sh, bu kinoni o'rganmoqchi bo'lgan tunji so'zga ekran qaranglar. Reached made it to 97, so I figured I'd give it a shot. Yana bir anglar. 7, so I figured I'd give it a shot. Give it a shot. Give it a shot. Buning ma'nosi sinab baxmaq, shot. Odatda sizlar try deb o'rgangan bo'lishingiz mumkin yoki attempt deb. Lekin ingliz tilida bo'lganda shotni ko'p ishlatiladi. Give it a shot, sinab baq. Try degan o'rniga deydi, give it a shot deydi. Buni kinolarda ko'p uchraysizlar. Masalan, bir jumla tuzsam, I don't think it will work, but you could give it a shot. I don't think it will work, but you could give it a shot. I don't think it will work degan. Menimcha bu kar kelmaydi degan gap. Menimcha bu kar kelmaydi. But you could give it a shot. Lekin sinab baq. You could try desak bo'ldi, lekin bular ko'pincha mushunday so'zlarni ishlatadi. But you could give it a shot. Sinab baqsang bo'g'dak. Yana bir misol tuzsam, you should give painting a shot. You should give painting a shot. Masalan, painting degan qanday? Ikki xil ma'nosi bor. Birisi sirlamoq deb ma'nosi bor. Ikkinchisi rassomlik deb ma'nosi bor. Qanday? Sen rassomlikqa bir sinab baqsang bo'g'dak deydi. Masalan, IT'ni sinab baq degan deymiz. You should give IT a shot. You should give IT a shot deymiz. Give a shot. Agar sen eng yaxshi tirishchiligingni ko'rsat yoki eng yaxshi sinoqni ko'rsatib baq, eng yaxshi sino degan nima deymiz? We're gonna give it our best shot. Our best shot. Okay. Give your best shot. Give your best shot. Unda olsa, keyingi o'rgangan so'zga ekran qaranglar. Maybe if you're wrong address, дедушка. This girl, she had a name. Her name's Elena. Alina. Ah, no, that's ringing bell. Yana bir anglar. Alina. Ah, no, that's ringing bell. Ring a bell. Ring a bell. Bu ishlatishalik intan yuqori idiom bu ingliz tiliga. Bu yerda ring degan chalmoq, bell degan-cho qo'ng'iroq. Dang qo'ng'iroq chalgan bo'lsin deydi. Da to'nosh anglanmoq, asliyalamak degan qanday ring a bell deymiz. Masalan, buni asliyaldingmi? Ismni asliyaldingmi deymiz. Does the name ring a bell? Falan ismda. Does the ring a bell? Bir ismni asliyaldingmi? Masalan, bir odam bo'lgan bo'lsa, masalan, G'ayrat Tatuh deb. G'ayrat Tatuhni asliyaldingmi deymiz. Ismni asliyaldingmi? G'ayrat Tatuh degan ismni deymiz. Ya, men u G'ayrat Tatuh degan ismni asliyamadim. Unda ismni hech bir tonish anglanmaydi degan deymiz. The name G'ayrat Tatuh doesn't ring a bell. The name G'ayrat Tatuh doesn't ring a bell. Yoki, ya men u ismni hech asliyamadim deymiz. The name doesn't ring a bell lamsak bo'ldi. The name doesn't ring a bell. Yana bir misol tuzsam, the place rings a bell, but I don't remember where I heard it. The place rings a bell, but I don't remember where I heard it. The place rings a bell degan nima? Ya, o'sha joy to'nosh anglatadi, bir joy degan bo'lsa. O'sha joy to'nosh anglatadi, but I don't remember where I heard it. Lekin nereden anglaganimni esleyamadim. Shada remember bilan ring a bell qanday? Teng keladi-da. The place rings a bell. To'nosh anglatadi u joy, but I don't remember where I heard it. Nereden anglaganligim esimda yo'q. Ondan keyin biz amroq ham bir naqsha qilib ring a bell deb. Ring my bell, ring my bells. Ring my bell, ring my bell. Qanday ring a bell degan? Da to'nosh anglanmoq, esliyalamak deb ma'nosi. Unda siz bu yerga o'rganmoqchi bo'lgan eng oxirgi so'zga ekran qaranglar.
couldn't tell you why. Not why what they did. Yan bir anlamı. I couldn't tell you why. Matter. Buni o'qiganda ingliz tilida ko'pincha ahvol ostida t dig'mayl talaffuz qilinib ketadi. Shunga diqqat qilsanglar bo'ldi. Masalan, bular matter deb demaydi ingliz tilida. Masalan, amerikaliklar ingliz tilida matter deb t'ni hamda t bu shunaqa matter. Andasak to'g'ri, lekin ingliz tilida d bo'lib ketadi bu. Matter deb qilam. Masalan, arzimaydi degan nima deymiz? It doesn't matter deydi. Matter. Endi bu yerdagi matter degan so'zning bir qancha ma'nosi bor. Bu yerda ikki ma'nosini so'zlayman. Birinchi ma'nosi muhim bo'lmoq. Ikkinchi ma'nosi ish ahvol. Masalan, nima ish bo'ldi degan nima deymiz? What's the matter? Bir ish, bir ahvolni matter deymiz. Do you want to say anything for this matter? Mush to'g'risida bir narsa degan bormi? Demsa yoki. Do you want to say anything for this matter? Ish ahvol birinchi ma'nosi. Das bunun bir cümle tuzsam, I would like to discuss some private matter with you. Discuss degan patmanda munozirlashmak. Private degan shaxsiy ish demekchi. Private matter. Men bu shaxsiy ish to'g'risida sen bilan bir munozirlashmak istim, paranglashmak istim desak bo'ladi. I would like to talk about some private matter with you desak. Matter degan qanda ish ahvol deb. Hamda yan bir ma'nosini dedim, muhim bo'lmoq. Shunaqa, muhim bo'lmoq. It matters degan qanda bu muhim deymiz. It matters, muhim. It matters to me. Bu men uchun muhim. You matter to me. You matter to me also. Sen men uchun muhim deymiz. You matter to me. Hamda masalan, nima kiyishing muhim emas degan deymiz. It doesn't matter what you wear. Is there a dress code deb so'ragan bo'lsa, abra kiyim diqqat qilamdik. Is there a dress code? Dress code deydi. Hamda kiyim kod deydi. Kiyim kiyishga diqqat qilamdik degan deymiz. Is there a dress code? Bilasizmi? It doesn't matter what you wear. Qaranglar, what degi t men chi deb talaffuz qilinib ketibmi? Da'vatman. Chunki ingliz tilida oshna aylanib ketadi. Masalan, it doesn't matter what you wear. Shunga biz ingliz tilini tushunmaymiz yerliklar so'zlasa. Bular hargizmi it does not matter what you wear deb manda aniq so'zlab bermaydi. Buni tizlam so'zlaydi. Shunga shuning ko'nishimiz kerak. It doesn't matter what you wear. Nima kiyishingiz muhim emas deydi. Das uygangan so'zlarni bir takrorlab o'tsam, give it a shot, ring a bell, matter. Give it a shot, ring a bell, matter. Matter degan qanda birinchi ma'nosi muhim bo'lmoq, ikkinchi ma'nosi ish ahvol. Ring a bell degan qanda eslamak, bir narsani eslamak, tonish anglanmoq. Give it a shot qanda sinab baqmoq deb ma'nosi bor. Das bu yangi darsimiz mushakcha. Tushungan nuqtalarni asosiy inkas shaklda qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat.